Assalomu alaykum ustozlar. Tak, attestatsiyadan keyingi savollarni ko'rib chiqishda davom etamiz. Milliy sertifikatda. Tak, bu yerda savol kelyapti. Turk adabiyotlarining tarjima. Dunyo xaritasida 5 ta turli portning joylashuvi ko'rsatilgan. Mana bu yerda demak, mana 1, 2, 3, 4, 5 ta joyning port shaharlar berilgan. Suvosh kanali qurilishi qaysi ikki port orasidagi dengiz qatnovini eng osonlashtiradigan savol bo'lgan. Keling javoblarni ko'rib chiqamiz. 1 va 2. Mana 1 ga 2 ga bordan 2 ga borish uchun Suvosh kanali o'z shartnoma emas. Chunki Atlantika okeani o'tadi. Ikkinchisi 2 va 3. Mana 2 va 3 ga o'tadigan bo'lsa, demak Bering bo'g'ozi, Gibraltar bo'g'ozi orqali o'tadi. Bu yerda ham Suvosh kanali ahamiyati yo'q. Ikkinchisi 3 va 4. Demak 3 va 4. 3 dan 4 ga borish uchun ham Gibraltar bo'g'ozi orqali o'tsa ham bo'ladi. Bunda Suvosh kanali kerak bo'lmaydi. Ikkinchisi 4 va 5, oxirgi 3 va 5. Tak, 3 va 5, 4 va 5. Mana 4 dan 5 ga borish uchun o'zi Tinch okeanni o'zi kelib qo'ya qolsa bo'ladi. Endi eng yaxshi variant qizil bilan tasvirlaymiz. Demak 3 dan 5 gacha borish uchun Suvosh kanali eng qulay va osonlashtirilgan yo'l bo'ladi ustozlar. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi safar ham yana qiziqarli savollarni berishda davom etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.